Jumavoy 85 yoshga to'ldi. 1972-yilda televizorda Robinzon Kruzo sarguzashtlari filmi qo'yiladi. Vaqtni tez o'tishini qarang, oradan 54 yil o'tibdi. Robinzon deyilganda birinchi navbatda xayolimizga uning do'sti Jumavoy kelardi. Siz ham ushbu filmni tomosha qilgansiz. Uni televizorda qo'yishganda hamma ishimizni tashlab, televizorda oldiga yugurib kelib, sevib tomosha qilardik. Ammo Jumavoy rolini o'ynagan aktyor haqida bugun hech kim eslamaydi va u haqda ma'lumot deyarli yo'q. Ushbu rolni Irakli Xizanashvili o'ynagan. U bir nechta filmlarda rol o'ynagan, ammo bironta roli Jumavoy kabi unga katta shuhrat keltirmagan. Filmda Robinzon oldida to'satdan paydo bo'lganidek, Jumavoy hayotda ham to'satdan g'oyib bo'lib qoladi. 1992-yildan boshlab u haqda deyarli hech qanday ma'lumot yo'q. Aytishlaricha, u o'sha yili butunlay Amerikaga ko'chib ketgan ekan. Robinzon Kruzo rolini o'ynagan Leonid Kravlyov 2022-yilda hayotdan ko'z yumdi, ammo uni filmdagi do'sti Jumavoy hozir AQShda va u 85 yoshda. Hozir Jumavoyni deyarli hech kim eslamaydi, ammo bu filmni bir marta bo'lsa ham ko'rgan odam uni hech qachon unutmaydi. Bolaligimizda Robinzon Kruzo filmini ko'rganimizda Jumavoy ko'ringanda bolalarcha beg'uborcha xursand bo'lardik va kulardik. Robinzon Kruzo, Leonid Kravlyov, Jumavoy, Irakli Xizanashvili. Bolalikdagi shirin xotiralar uchun rahmat. Ana u